Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan darslarda yanada qiziqarli tashkil etish uchun shunaqa randomli baraban foydalanishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bu yerga ismlarni kiritib olamiz sinf ro'yxati bo'yicha va shundan so'ng uyga vazifani so'rash, misol uchun doskaga talabalarni o'quvchilarni chiqarish uchun random barabanimizni aylantiramiz. Bu yerda interfeys 3 ta tilda ishlaydi. Rus, ingliz, o'zbek tillarida foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, aylantirishni bosamiz. Bosganda demak bitta talabani chiqarib beradi. Bundan tashqari sinfni, ya'ni guruh bilan ishlashda guruhlarga bo'lishda ham bu juda kerakli narsa. Ikkita guruhga bo'lib berish uchun mana misol uchun bo'lishni bosamiz. Mana ko'ryapsiz, ikkita teng guruhga bo'lib beryapti yoki 4 ta guruhga bo'lib bersin, mana ko'ryapsizlar, 4 ta guruhga bo'lib beryapti. Shunaqa xususiyatlari bor. Yoki yana aylantirishni bosadigan bo'lsak, mana Yusupova Umida Sherzod qizi degan talaba o'quvchini doskaga chiqarish yoki vazifani so'rash yoki yana shunga o'xshash topshiriqlarni bajarish uchun qo'llansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.